Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 10-dan 13-martgacha ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, bugun kunduzi O'zbekiston hududiga sovuq va nam havo massalari kirib kelishi davom etadi. Respublika bo'yicha ayrim joylarda yomg'ir va qor ko'rinishida yog'ingarchilik kuzatiladi. Respublikaning shimoli-g'arbiy hududlari bo'yicha yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati 0-3 daraja iliq, shimolda 2-5 daraja sovuq atrofida bo'ladi. Ertaga hududning katta qismida yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Havo harorati kechasi 1-3 daraja sovuqqacha, ayrim joylarda 0-5 daraja sovuqqacha pasayadi. Kunduz kuni esa 0-5 daraja iliq atrofida bo'ladi. Respublika shimolida harorat kechasi 7-10 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning ayrim joylarida shamol tezligi 13-18 metr/sekund tezligicha kuchayadi. Farg'ona vodiysi viloyatlarida ayrim joylarda 22-25 metr/sekund tezligicha kuchayadi. 10 va 11 mart kunlari respublikaning tog'olli va tog'li hududlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga keladi. Tog'larda qor ko'chish xavfi bor. 12 martda kechasi sovuq saqlanib turadi. Kunduzi esa sovuq havo massasi respublika hududidan chekina boshlaydi. Havo harorati ko'tariladi va ish haftasining oxiriga kelib, kunduz kunlari havo 10-15 daraja iliqqacha isiydi. Ushbu kunlarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab ayrim joylarga kuchli tuman tushadi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.